qurbaqani qaynagan suvga tashlasang birdan sakrab chiqadi. Sababi u xavfda ekanligini sezadi va jonini saqlashga urinadi. Agar iliq suvga solsang, asta qizirsang, temperatura ko'tarilgani sayin u moslashadi. Suv haddan tashqari issiq bo'lganidan keyin baqa bor kuchini sarflab ulgurganligi sababli sakrashga kuchi yetmaydi va halok bo'ladi. Sakray olmaganligi uchun emas, xavfni ertaroq aniqlay olmaganligi sababli. Bu metaforani yoshlik davrini o'tkazib yuborgan odamlarga qo'llashga juda ham mos. Yoshlik chog'ida odam vaqtimni ko'p deb o'ylaydi. Harakat qilmay kundalik ishlar bilan kun o'tkazib yuraveradi. Keyinga qoldiradi. Gohi sevimli ishini, gohi o'qishini keyinga qoldiradi. Gohi orzulari sayin borishga qo'rqadi. Gohi imkoniyatlar yana keladi deb o'ylaydi. Shunaqa gaplarga berilib yuraveradi. Vaqt o'tib ketayotganini payqamaydi. Oxiri 40 yoshga kelganida kuch-quvvat ham, imkoniyatlar ham kamayganini sezadi. Bu paytda sakrab chiqish qiyin bo'ladi. Yoshlik vaqt odamni eng qimmatli davri. O'sha qimmatli vaqtini bekorga o'tkazsa, keyinroq harakat qilish qiyinroq bo'ladi. Zigan baqa singari odam ham vaqtni o'tib ketganini hech anglamaydilar.